O'zimni iymonim salomat qolarmikin dunyodan chiqayotganimda degan xavotirim bor degan. Alqama, men bilmayman, agar gunohni hayoram qilmagan odamlar shular. Umri ilm tarqatish, dinni tarqatish bo'lgan odamlar. Bular sekret sotmagan bu odamlar. Hayotini, umrini sotib olgan odamlar, tekinga berib olgan odamlar. Zufar Shoh Salimov ham bayrog'ida tirilasan, menga ergashsang, pul to'lasang, bo'lmasang ketding jahannamda deyapti. Zufar Shoh Salimovga berilgan bay'at xuddi Allohga berilgan bay'at degan gapni botil ekaniga yana bitta dalil. Payg'ambar alayhissalatu vassalom aytadilarki, imomga, ya'ni Muhammad alayhissalomga berilgan bay'at, u kishidan keyingi xalifalarga berilgan bay'at bu siyosiy bay'at hisoblanadi. Endi ba'zi gaplari bor, masalan deylik, sekret sotaman. Shoh Salimovdan o'rgangan ilmlarim bilan topgan mablag'imni, ma'lum bir foizini bir yil ishlatmasdan olib qo'yaman, keyin Zufar Shoh Salimov aytgan yo'nalishga ishlataman. Alloh taolo Qur'oni Karimda ya ayyuhallazina amanu atiiulloha va atiiur rasul va ulil amri minkum degan. Ey iymon keltirganlar, Allohga va itoat qilinglar va uning rasuliga itoat qilinglar va o'zinglardan bo'lgan ishboshilarga itoat qilinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu ala rasulillah va ba'd. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Aziz qadrdonlar, hurmatli aka uka opa singillar, qisqaroq bir suhbat qilamiz degan maqsadimiz bilan bugun Telegram kanalimizda rejalashtirgan vaqtimiz yetib keldi. Bu suhbatni qilishdan maqsad ko'p odamlarni bizni shaxsiy messenjerimizga yoki o'zimizga boshqa tomonlardan harakat qilib savollar ko'payib ketganligi uchun qisqaroq bo'lsa-da shu masalani oydinlataylik degan maqsadimiz bor. Masala shu, ko'pchiliginglar xabardor bo'ldinglar, shu Zufarjon Shoh Salimov degan odam Himmat 700+ jamoasi, Sher yuraklar jamoasi, Siddiqlar jamoasi kabi balandparvoz gaplar bilan 99% ergashuvchilari ayollardan iborat bir jamoani targ'ib qilib kelyapti. Bu targ'ibotning ortida u o'zi Hazrat Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohni shogirdiman degan ya'ni ismdan foydalanib harakat qilib kelmoqda. O'zi buni o'sha Hazratni shogirdi degan tushuncha ko'p odamlarning chalg'ishiga sabab bo'lyapti. Hazrat rahimahullohni shogirdimi degan savolga zikr ahlidan so'rang jamoasi javob berdi. Ha, bir paytlar o'qigan, lekin hozirgi kundagi faoliyati Hazrat rahimahullohni faoliyatiga bog'liq emas. Hazrat rahimahulloh Zufar Shoh Salimovni hozirgi kunda qilib yurgan ishlarini yoqlamaganlar, o'z davrlarida shunga o'xshagan ishlarni qilib yurgan odamlarga raddiya berganlar, maqolalar, ba'zi tushuntirishlarda ochiq oydin bularni inkor qilganlar. O'sha inkorlardan bittasida o'sha Payg'ambar alayhissalatu vassalomga berilgan bay'at xuddi pirga, hazratga, shu eshonga berilgan bay'at bilan bir xil. Ya'ni to'g'rirog'i, pirga berilgan bay'at Muhammad alayhissalatu vassalomga berilgan bay'at kabidir deb Qur'oni Karimdan dalil keltirib, innama yubayyi'unalloh, ya'ni siz bilan bay'at qilganlar Alloh bilan bay'at qilganlardek degan oyatni dalil keltirishganini tanqid qilganlar. Qanaqasiga bo'lishi mumkin deganlar. Muhammad alayhissalatu vassalomga bay'at berilgani bu
Allohning buyrug'i edi. Va bu payg'ambarga yuklatilgan vazifa edi. Payg'ambarga yuklatilgan vazifa, payg'ambarga ergashganlarni agar o'l desa o'lishlikka ya'ni rozi bo'ladigan bay'at edi u. Pirga berilgan bay'atda unga ergashgan ayollar yoki boshqalarga o'l deyishlik huquqi pirda yo'q. Nimaga? Chunki pirni yoki bir ustozni shogirdlaridan olgan bay'ati payg'ambarni ummatidan olgan bay'ati bilan bir xil bo'lishi mumkin emas. Ikkinchi jihatidan payg'ambarlar Alloh subhanahu va taolo tomonidan himoyalangan zotlar hisoblangan. Ular 100% haqiqatni ustida bo'lishgan. Ularning ehtimoliy gapi bo'lmagan. Ular agar bay'at olgandan keyin unga ergashgan ummatga bir narsani buyursa, u so'zsiz itoat qilinadigan narsa hisoblangan. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Man yuti'ir rasul faqad ata'alloh" degan. Kim rasulga itoat qilsa, bas u Allohga itoat qilyapti. Bu keskin gap bu. Faqat payg'ambarlargina ayta oladigan gap. Lekin pir menga bay'at qilding, xuddi Allohga bay'at qilgandek bo'lding deya oladimi? Desa ulamolar yo'q degan. Nimaga? U pirni hali haqiqat ustidami, yo'qmi? Unisi muammo. U hali najot topadimi, yo'qmi? Unisi muammo. Qancha eshonlar, qancha pirlar, tarixda bizga ibrat sifatida xabarlari kelgan, umrini oxirida dindan chiqib ketgan. Barsiso degan bir hikoya bor, tarixda mashhur. Shunga o'xshagan odamlar boshida ko'rinishida to'g'ri yo'ldaga o'xshab ko'ringan, oxir oqibatda shaytonga sajda qilib bo'lgan. Oxirgi iymon nuqtasida shaytonga boshini shunday ekkan, dindan mosuvo bo'lib ketgan dunyodan. Endi Zufar Shosalimovga berilgan bay'at Allohga berilgan bay'at bilan bir xil. Endi buni buzib bo'lmaydi deyish bu jaholatdan boshqa narsa emas. Endi bu fikr shakllantirgan odam Zufar Shosalimov dindan foydalanayotgan dinfurush bo'ladi. Chunki odatda sektalarning tabiatida shunaqa narsa bor. Sektaga a'zo bo'lgan odamni ya'ni orqaga qaytib ketmasligi uchun undan turli moddiy va vijdoniy majburiyatlar olinadi. Va'dalar olinadi, qasamlar ichiriladi. Masalan, Hizbut Tahrir jamoasi nima uchun chiqib keta olmagan bolalar? Ularga juda olamshumul narsalarni ko'rsatib, sen islomga amal qilyapsan deb Hizbut Tahrir jamoasini siyosiy harakatini din deb tushuntirgan va qasam ichirgan oxirida. Bechoralar ana shu qasamdan qayta olmayman-ku degan xayol bilan Hizbut Tahrirni yo'lida qurbon bo'lib ketdi. Qancha yigitlar, qancha qizlar hayotlarini qaytarib ola olmaydigan darajada qurbon qilib yuborishdi. Jaholat yuzasidan. Hazrat rahimahulloh din nasihatdir degan kitobda bunga o'xshagan qasamlar botil hisoblanadi. Ya'ni to'g'ri narsaga qasam ichsang davom etishing kerak. Hadis shariflarida bor. Noto'g'ri narsaga qasam ichib qo'ysang davom etishing shart emas. Qasamni buzasan, kafforatini to'laysan, shu bilan yana yaxshi narsaga ergashib ketaversan degan ma'noda. Demak, Zufar Shosalimovga berilgan bay'at birinchidan payg'ambarga berilgan bay'at kabi emas. Ikkinchidan payg'ambarga berilgan bay'at kabi majburiy emas. Payg'ambarga berilgan bay'at kabi 100% to'g'ri yo'lga itoat ma'nosi yo'q bu yerda. Chunki Zufar Shosalimovni hali oqibati nimaligini hech kim bilmaydi.
hozirgi kundagi faoliyatida islom ulamolari tomonidan qilayotgan ishi eng kamida bid'at ekani aytilyapti. Bid'at. Bid'at payg'ambar alayhissalotu vassalom ogohlantirgan narsa. Kimda kim din, hidoyat, tavfiq masalalarida qadimdan kelayotgan mavzularga yangilik qo'shsa, u zalolat deganlar. Kullu bid'atin dalala va kullu dalalatin finnar. Va har bir yangilik jahannamda deganlar. Mana shundan kelib chiqib, u hidoyatga tegishli psixogenetika din bilan buni muvofiqlashtiramiz, yangi topdik. 1400 yildan beri yangi narsa o'ylab chiqdik biz. Yoki biz ham emas, men kashf qildim deyishlarni hammasi qilayotgan ishini yengil aytganda bid'at ekanligini ifoda qilishyapti. Endi ba'zi gaplari bor, masalan deylik, sekret sotaman. Islomda bunaqa narsa yo'q. Islom Qur'oni Karimda ochiq oydin din ekanligi ta'kidlanadi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom hech bitta narsani berkitmaganlar. Payg'ambar alayhissalotu vassalomning merosxo'rlariga ham biror narsani berkitmaysanlar degan vasiqa olingan ulamolardan. Sharoitga ko'ra, vaziyatga ko'ra haqni yetkazasanlar degan Alloh taolo. Endi mana shu insonlarning hidoyatiga, ya'ni saodatiga tegishli dunyo va oxiratga aloqador masalalarda eng to'g'ri yo'lni men bilaman, faqat u sekret, sotaman degan odam bu Bani Isroilni osmondan man va salvo kabi ajoyib taomlar yog'ilib turganida bizga sarimsoq piyoz, baqlajon shunaqa narsalarni ham ber deb almashtirishgan. Xuddi shunga o'xshaydi. Alloh taolo berayotgan ne'matni chekkaga surib qo'yib, sarimsoq so'ragan odamga o'xshaydi. Sekret sotayotgan odam bu ma'noda dindan foydalanib, unga ergashuvchilarni ishonchini suiiste'mol qilayotgan odam hisoblanadi. Buni yuqorida Qur'oni Karim, hadis shariflarda keltirib beryapmiz. Batafsil, ya'ni bu oyatlarni, hadislarni keltirsak, so'z cho'zilib ketadi. Qisqa ishora qilib aytyapman. Zufar Shoh Salimovga berilgan bay'at xuddi Allohga berilgan bay'at degan gapni botil ekaniga yana bitta dalil. Payg'ambar alayhissalotu vassalom aytadilarki, imomga, ya'ni Muhammad alayhissalomga berilgan bay'at, u kishidan keyingi xalifalarga berilgan bay'at bu siyosiy bay'at hisoblanadi. Bu siyosiy bay'at va keyingi imom chiqib yana bay'at so'rasa, keyingi imom o'ldiriladi. Rasulullohning hadislari bor. Hozir pirga bay'at, Naqshbandiy tariqati, Qodiriy tariqati, Shoziliy tariqati kabi tariqatlarda bir qancha pirlar bor. Bularni hammasini o'ldirish kerakmi? Zufar Shoh Salimovni ham o'ldirish kerak. Agar u menga berilgan bay'at Allohga berilgan, Rasulga berilgan bay'at bilan bir xil desa, Zufar Shoh Salimovni o'ldirish kerak bo'ladi. Nimaga? Fitna qo'zg'ayotgani uchun, ummat birligini parchalayotgani uchun. Hadis sharifda shunaqa kelgan. Siyosiy harakatga da'vo bu. Menga ergashasizlar, men sizlarga baxtli, saodatli davlat va'da qilaman deyish bu. Buni suiiste'mol qilish va buni pulga sotish. Demak, mana shu ma'nolarni e'tiborga olib, juda ko'p odam so'rayapti. Xulosa, birinchi savolga javob: Zufar Shoh Salimovga berilgan bay'at bu o'z kuchida qoladigan, bay'atni bergan odamga uni buzib bo'lmaydigan bay'at hisoblanmaydi. Nimaga? Chunki yuqoridagi dalillar bilan buni ko'rib chiqdik. Katta ehtimol bilan Zufar Shoh Salimovni ahli bid'at bo'lib qolganligi, din mavzularini sekretga aylantirib pulga sotishlik maqsadi orqasiga tushib qolganligi bu bay'atni buzish vojib ekanligiga dalolat qiladi. Chunki kimga itoat qilishingizdan qat'iy nazar, itoat Alloh va rasuliga itoatga bog'liq bo'lish kerak. Alloh taolo Qur'oni Karimda: Ya ayyuhallazina amanu
atiulloha va atiur rasul va ulil amri minkum degan. Ey iymon keltirganlar, Allohga va itoat qilinglar va uning rasuliga itoat qilinglar va o'zinglardan bo'lgan ishboshilarga itoat qilinglar. Ana shu ishboshilarga itoatni sharti bor. Va in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allohi va rasul. Agar ishboshilarga itoatda o'zaro kelishmovchilik bo'lsa, Alloh va rasuliga qaytaringlar. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsanglar, shuni qilinglar. Zalika khayru va ahsanu ta'wila. Mana shu eng yaxshi va eng ya'ni to'g'ri ma'nodir, tafsirdir, ta'vildir. Zufar Shoh Salimovda shariatga xilof ishlarni ko'ryapsizmi? Sezib qoldingizmi? Sizni suiiste'mol qilayotganligini, sizni aylantirib ham, o'rgiltirib ham pul atrofiga bog'layotganini bilib qoldingizmi? Ko'zingizni oching. Bu bay'at emas. Qo'lingizni siltang, chiqib keting. O'zi agar ilmiy saviyangiz bo'lsa, undan o'zidan so'rashingiz kerak edi. Ilmiy saviyangiz bo'lmasa, qayting. Bay'at turlarini ba'zi odamlar e'lon ham qilyapti, ayollar ham chiqib aytayapti. Bay'at turlarida Zufar Shoh Salimov nomahram ayollarga yo meni tanlaysan, yo eringni tanlaysan derkan. Albatta erimni tanlayman desa, keyin anu adbinkalar, muridkalar, boshiga toj kiygan sektani yugurdaklari keyin uni mazg'ivoy shturmga olishar ekan. Ya'ni miyasini egovlashar ekan. Sen eringni tanlaysanmi, Alloh va rasulini, hamd bayrog'ini tanlaysanmi deyishar ekan. Zufar Shoh Salimov hamd bayrog'i ostida ekanligiga qani kafolat? Zufar Shoh Salimov Dajjal bayrog'i ostida emasligiga kim kafolat beradi? Dajjalga ergashgan juda ko'p ibodatni da'vo qilgan odamlar, 70 mingta odam ergashadi. Bu da'vo qilayotgan Qur'ondan, sunnatdan degan gaplarini oxirida pulga taqayapti, dunyoga taqayapti. Buni mana shu da'volari islom da'vosiga uyg'un emas. Sekret degan masalada nima qilib bo'lsa ham aylantirib ham, o'rgiltirib ham nima gap kelyapti? Pulga olib kelyapti. Pulni to'laysiz, aqllisiz. To'lamasangiz ahmoqsiz. Pulni to'laysiz, inson miyasida fikrlayapsiz. To'lamasangiz hayvon miyasidagi odamsiz. Pulni to'lasangiz sher yuraksiz, to'lamasangiz qul singari fikrlayotgan odamsiz. Pulni to'lasangiz hidoyatdasiz, to'lamasangiz zalolatdasiz. Pulni to'lasangiz hamd bayrog'i ostida jannatga kirasiz, to'lamasangiz jahannamga ketasiz. Bu jur'at, bu darajada, ya'ni da'vo bu yo'ldan adashgan mutanabbiylarning da'vosi. Men payg'ambarman deyish bilan bir xil shu. Islom tarixida eng buyuk insonlar dunyodan o'tayotganlarida ham iymonim salomat qolarmikin degan tashvishda bo'lishgan. Birovi qo'ying. Birovni men jannatga olib kirib ketaman, ergashmanga deyish u yoqda tursin. Abdullah bin Mas'ud radhiyallohu anhu vafot etayotgan kasalda yotganlarida Usmon radhiyallohu anhu kirib holdan xabar olganlar. O'zi Usmon radhiyallohu anhu bilan yoshligidan o'sha islomni boshidan birga bo'lishgan. Birga iymon keltirishgan, birga Rasulullohni oldida turishgan, birga birinchi hijratni qilishgan, birga ikkinchi hijratni qilishgan. Birga Badrda Usmon bo'lmaganlar, birga Uhudda, birga Madinada shu payg'ambar alayhissalatu vassalomdan keyin ham birga yurishgan. Ba'zi odamlar bo'ladi-yu, bog'chadan katta bo'ladi birga, maktabda, institutda, armiyada ham birga bo'ladi. Shunga o'xshagan zotlar bo'lgan bular. Vafot etayotgan kasal bo'layotganlarida Usmon radhiyallohu anhu kelib, "Nimangdan shikoyating bor?" deganlar. Deganda Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu Zufar Shoh Salimovga o'xshab, "Men odamlarni hidoyat qilaman, hamd bayrog'i ostidaman" degan shikoyat gapirmagan. Aksincha teskarisini gapirgan. Nima deganlar? Gunohlarimdan shikoyat qilaman degan.
shu gunohlarimdan Allohga shikoyat qilaman. Ish qilib shu gunohlarim meni tortib ketib qolmasa bo'ldi jahannamga degan. Qo'rqishni qarang. Zufar Shosalimovni ishonchini qarang, jur'atini qarang. Hamd bayrog'i ostida tirlamanman degan da'voni qarang. Bu sekta bo'lmasa nima bu? Alqama tobiinlardan aynan Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning shogirdi. Kasal bo'lib yotganlarida Naxai oldilariga kirgan. Shuncha xizmatlarni qildingiz. Sahobani xizmatida bo'ldingiz. Shuncha shogirdlarni chiqardingiz. Nimaga xomishsiz? deb biroz ko'nglini ko'taraman deganda, sen uni qo'y deganlar Alqama. Men bir kishining hidoyatiga sabab bo'ldim, u yoqda tursin, u gap deganlar. O'zimni iymonim salomat qolarmikin dunyodan chiqayotganimda degan xavotirim bor degan. Alqama, men bilmayman, agar gunohni hayoram qilmagan odamlar shular. Umri ilm tarqatish, dinni tarqatish bo'lgan odamlar. Bular sekra sotmagan bu odamlar. Hayotini, umrini sotib olgan odamlar, tekinga berib olgan odamlar. Zufar Shosalimov ham bayrog'ida tirilasan, menga ergashsang, pul to'lasang, bo'lmasang ketding jahannamda deyapti. Bildingizmi demak, Zufar Shosalimovni shunaqangi sekta odami ekanligi, pul uchun bu ishni qilayotganligini sezdimi yuragingiz? Bergan bay'atingiz botil. Qasam ichgan bo'lsangiz, qasamning kaforati bor. O'sha kaforatga amal qilasiz. Shu bilan bu bay'atni buzasiz. Ikkinchi mavzu, hozir kaforat deb aytib qo'yaylik. Nima qilinadi? Alloh taolo Moida surasida 89-oyatda qasam haqida alohida tavsiyalarni bergan. Alloh sizlarni o'sha la yu'akhidukumullohu billagwi fi aymanikum walakin deb keladigan oyat bor. Alloh sizlarni behuda qasam ichishingiz bilan jazolamaydi. Lekin qalblaringiz bilan qasd qilib ichgan qasamingizni buzsangiz uni jazolaydi. Lekin buzganda uni kaforati bor. O'sha jazo kaforati. Nima bo'ladi desa, o'rtacha darajada, ya'ni bir kunlik taom berish masalasida 10 ta miskinni ovqatlantirasiz. Yoki ularga 10 ta miskinga kiyim olib berasiz. Yoki bir qulni ozod qilasiz. Yoki bularni topolmagan odam 3 kun roza tutadi. Qur'oni Karimdagi tavsiya shu. 10 ta miskinni ovqatlantirishingiz kerak, birinchi. Bu nima degani? Hozirgi kunda bir kunlik fidya miqdorini 2 kilo bug'doy. Narxini hisoblaysiz, 10 ta miskinga shuni hisoblab 2 kilodan 20 kilo bug'doni berib yuborasiz, bo'ldi, kaforatdan qutuldingiz. Qasam ichib qo'ygan bo'lsangiz. Uni topa olmasangiz, kiyim olib berasiz. Uni ham topa olmasangiz, unda 3 kun roza tutib qo'yasiz, bo'ldi. Shu bilan bu kaforat, qasam kaforatidan, qasam ichgan bo'lsangiz, uni buzish kaforatdan qutulgan bo'lasiz. Bu masala men uchun tushunarli bo'ldi. Ikkinchisi, umrbod topgan pulidan Shosalimovni sherik qilaman deb shartnoma tuzganlar shartnomani buza oladimi? Shunaqa shartnomalar bor ekan. Shartnomani holatini ko'rganlar bormi yo'qmi bilmadim, lekin bu Himmat Plus jamoasida, o'sha millionerlar jamoasiga bilmasdan kirib qolgan odamlar uni ko'rishgan. Shartnomani men bir qismini ko'rdim, o'qib ham ko'rdim. O'sha joyda aytilgan. Sizdan o'rgangan, Shosalimovdan o'rgangan ilmlarim bilan topgan mablag'imni, ma'lum bir foizini 1 yil ishlatmasdan olib qo'yaman, keyin Zufar Shosalimov aytgan yo'nalishga ishlataman. Va umrbod Zufar Shosalimovni o'zimga sherik qilaman degan bandlar bor shartnomada. Shu shartnomani tuzganmiz. Endi nima bo'ladi? Zufar Shosalimovni sektant ekanligini bildik. U odamni shariatga muxolif ishlarni qilayotganligini ko'rdik. Soqolni
niqob qilib olib, Hadrat rahimahullohni shogirdiman degan gapni niqob qilib olib, faqat pul topish uchun harakat qilayotganligini bilib qoldik. Lekin al-muslimuna ala shurutihim degan gap bor. Musulmonlar shartlarga amal qilish kerak. Biz shartnoma tuzganmiz. Nima bo'ladi? Juda ko'p odam savol berdi menga, ayollar ayniqsa. Bu shartnoma agar to'g'ri yo'lga tuzilgan bo'lganda edi, amal qilish majburiyat bo'lardi. Lozim shartnoma degan ko'rinish bor. Ya'ni shartnomalarda. Buzib bo'lmaydigan shartnomalar. Savdo lozim shartnomaga kiradi. Sherikchilik lozim shartnomaga kiradi. Muzoraba lozim shartnomaga kiradi. Buzib bo'lmasadi agar to'g'ri shartnomalar bo'lsa. Lekin Zufar Shosalimov o'rtaga qo'yayotgan umrbod senga sherik bo'laman. Topgan pulingdan ma'lum bir foizi mendan o'rgangan ilming orqali topganing uchun menga tegishli bo'ladi. Deyish bu yengil aytganda botil shartnoma hisoblanadi. Agar taftish qilsangiz bu joyda bir qancha narsalar bor. Fiqhiy umuman asosi yo'q bu qilayotgan ishini. Mantiqan sizga keltirib berishi mumkin. Senga men instrument beryapman. Ana shu instrument bilan sen pul topyapsan. Demak, men unga haqdorman deyish kapitalizmmi nazariyasi. Ribo nazariyasi ham xuddi shunaqa. Men senga pul beryapman. Senga ishlashing uchun sarmoya tikyapman. Shunda ekan $1000 berdimmi, oyiga 10% sendan ustama olaman. Nima asosda olasan? Foyda nima asosga berish kerak? Zararni bo'yniga olganlik asosga berish kerak. Islom iqtisodi shunaqa. Kapitalizmda yo'q, men zararga o'ylamayman deydi kapitalist. Menga deydi foyda faqat deydi. Zufar Shosalimov kapitalizmdan foydalanyapti. Ribo nazariyasidan. Ribo nazariyasini yo'lga qo'ygan la'natlanganlarni sistemasidan foydalanyapti. Shunda ekan bu shartnoma botil. Kimda kim buni tuzgan bo'lsa, to'xtatadi buni. Agar pul bergan bo'lsa, Zufar Shosalimovga o'sha pulni qaytarib olishligi kerak. Imkoniyatini qilsa. Chunki noto'g'ri narsaga, evassiz narsaga bergan hisoblanadi. Ololmasa, unda bo'ynida qarz qoldi degan vijdoniy qiynalishlikka ehtiyoj yo'q. Chunki vijdon botil narsaga qiynalmaslik kerak. To'g'ri narsada amalga oshira olmasangiz, qiynalsangiz, unda to'g'ri. Zaten bu savolni berayotgan odamlarning aksariyati vijdonli odamlar. Ko'rib turishibdi, bilib turishibdi, shunda ham so'rashyapti-da, shunaqa shartnoma qilganmiz nima bo'ladi? Botil shartnoma u zaten to'g'ri tuzilmagan, o'shaning uchun u buzilgan hisoblanadi. Va Zufar Shosalimovga pul to'lashga majbur emassizlar. Keyingi mavzu, nasiyaga sekret sotib olib, qarz bo'lib qolganlar shu qarzni to'lashlari majburiymi? Sekret sotish Hanafiy mazhabi bo'yicha yo'q narsani sotish hisoblanadi. Ya'ni fikr sotish hisoblanadi va buni ya'ni islom yo'nalishida hidoyat topasan degan ma'noda yoki boy bo'lib ketasan degan ma'noda odamlarni aldab, noto'g'ri narsani savdosini amalga oshirish hisoblanadi. Soddaroq qilib aytganda, qimorda yutqizib qo'yish hisoblanadi. Barcha fuqaholar aytadiki, noto'g'ri yo'nalishda qarz bo'lib qolgan odam o'sha qarzni to'lashligi joiz emas. Joiz emas. Qarz bo'lib qoldingiz nimadan? Qimordan. Endi nima bo'ladi desa, qimorbozlar yozdirib oladi. Qimorda yutdim demaydi. Nima deydi? Men falonchidan deydi, falon ehtiyojlarim uchun qarz oldim deb yozdirib oladi. Zufar Shosalimov ham xuddi shunaqa qilyapti. Naqdga ola olmayapsizlarmi, sekretlarimmi? Nasiyaga olinglar, bo'ldi, qarz bo'ldinglar menda. Qimordagi qarz bilan bir xil. Nimani evaziga qarz bo'lyapti? Sekret sotdimmi? Islomda sekret sotish bormi? Yo'q. Nima ekan bu? Bu qimor bu. To'lanadimi? To'lanmaydi. To'lagan bo'lsangiz pulni qaytar deyishga haqqingiz bor. Shar'iy asoslarini mana qisqa keltiryapmiz. Va Zufar Shosalimov e'tibor bergan bo'lsanglar,
jazavada juda ko'p odam tark qilgan buni, botil ekanligini tushunib qolgan, lekin o'zini hali ham o'sha gipnozidan voz kechgani yo'q. Payg'ambarga ham qarshiliklar bo'lgan, payg'ambarni ham obro'si tushirishga harakat qilingan. Sen payg'ambarmisan? Seni obro'yini tushirishga hech kim harakat qilmayapti. Zufar Shosalimov, sen obro'yini o'zing tushirib bo'lding. Sekretda pulga sotaman deyishing bilan diningni pulga sotayotgan odamga aylanding. Ularning shar'iy dalillari yo'q deyapti. Shar'iy dalilni yuzingga keltirib berishdi ulamolar. Men chaqiryapman, kel, qani gaplashaylikchi, shar'iy dalilimizni ko'rsatib beraylik senga deyapmiz. Yo'q, men deyapti, tezaklar bilan gaplashmayman deyapti. O'zidan boshqalarni, unga muxolif bo'lganlar tezak hisoblanar ekan. Dilfuza Komil degan bir ayol chiqib bu sektani yuzini ochib suhbat qildi, ben o'zim ham e'lon qildim, ko'rgansizlar. Bu suhbatda biror og'iz madaniyatsiz jumla tuzgani yo'q. Biror og'iz madaniyatsiz jumla tuzgani yo'q. Lekin Zufar Shosalimov shu masalani, mana shu mavzuni, ya'ni gipnozini yozib bir maqola e'lon qildi. Maqolada o'sha makarimul axloq da'vosini qilayotgan Zufar Shosalimov tezak degan so'zni necha marta ham ishlatdi. Jumlani boshida shu gap: tengi bilan tezak qopi bilan. Kibrni qarang. Bizga tengmas ular deyapti-da. Bular qora tanlilar degani bu. Bular qullar, bular tezak bular. Bizga teng keladimi bular deyapti. Va davomida aytayaptiki, shunaqa qarang. Yozyapti maqolasida. Shunga binoan ajdodlarimiz tengi bilan tezak qopi bilan deb bejiz aytishmagan. Kamina xodimingiz azaldan u kabi tezakli qoplarni o'zimga teng ko'rmaganman va ko'rmayman ham. Ular bilan uchrashish yoki gaplashish kabi holatlarni esa aslo o'ylab ham ko'rmaganman va ko'rmayman ham. Bunday toifadagilar hayotlarida ham jurnalistlar ulardan or qiladigan tezakli qoplardir. Chunki og'izlaridan doim tezaklar chiqib kelgan. Siz azizlarning e'tiboringizni u kabi tezaklarga qaratmoqchi emasman. Balki shu paytgacha suhbatlarimda aytib kelganim absolyut qonunlar va sekretlar hayotda o'z tasdig'ini topayotganini eslatib qo'ymoqchiman, xolos. To'xtamasdan og'zidan tezak deb haqorat chiqyapti. Bu nimadan? Jazavadan, psixologik istirobda. Zufar Shosalimov shu kunlarda davlenasi oshib o'lib qolish ehtimoli ham bor. Yaqinlari, o'g'li, xotini qarab turinglar unga. Sal qonini suyultirib turinglar. Bizni omega 3 degan vitamin anaqamiz bor, bat. O'shandan berib turinglar, sal ichib tursin bechara. Bu jazavada o'lib ham qoladi. Hozir shuncha puldan mahrum bo'lyapti-da bu. Lekin Dilfuza Komilni madaniy suratda bergan raddiyasiga tezak deb ummatlab og'zidan tezak chiqib yotibdi. O'zini og'zidan tezak chiqyapti, qarshidagi odamlarni yana makarimul axloqqa qarshi deyapti. Meni ham suhbatlarimni ko'rdinglar. Zufarjon Shosalimov deb suhbat qildim. Suhbatdan keyin bu it deyapti meni. It ko'rdinglar, meni haqorat qildi deyapti. O'zi meni haqorat qilyapti it deb. Lekin meni madaniy suhbatimni haqorat deb atrofidagilarga gipnoz qilib o'tkazyapti. Zufarjon Shosalimovning atrofidagi qizlar, ayollar, sizlar tuzoqqa tushgansizlar. Ko'zinglarni kattaroq ochib, o'zinglarni yig'ishtirib olmasanglar, oqibati ahvolinglar yaxshi bo'lmaydi. Hasan Sabbohga o'xshab bu Zufar Shosalimovni joriyasiga aylanib qolasizlar. Borib. Nima desa xo'p deydigan bo'lib olgansizlar-ku hozir. Joriya men kel bu yoqqa desa borasiz majbur keyin. Oilangiz ham rasvo bo'ladi, hayotingiz ham, shuncha umringiz ham rasvo bo'ladi. Ko'zingizni oching, kattaroq oching. Bu sektaga umringizni qurbon qilib qo'ymang. Maqolasida natijalarga qarang, natijalar aldamaydi deyapti. Natijalar
Aldamaydi. O'lganlarning natijasi aldamaydi. Tiriklarniki aldaydi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom hadislarida bir odam umr bo'yi jannat amallarini qilib keladi. Jannatga kirishiga bir ziro qoladi. Lekin u o'sha bir ziro qolganda jahannam amalini qiladi, jahannamga ketadi deganlar. Qattan bilasizlar sizlar natijani hozir aniq ayta olasizlarmi? Dunyoda berilgan natija sizga Alloh tomonidan berilgan mukofotmi yoki istidrojmi? Ayta olasizlarmi buni? Tasavvufni bilgan odam men natijaga erishdim deya oladimi? Shuning uchun aytayapmanki, Zufar Shoh Salimovni tasavvufdan mutlaqo ma'lumoti yo'q. Kitoblardan o'qigan 3-4 ta xabarlari bo'lishi mumkin. Tasavvuf ruhiyatidan xabari yo'q. Tasavvufda natijaga erishdim deyilmaydi. Qur'oni Karimda payg'ambar alayhissalomga Alloh taolo va'bud robbaka hatta ya'tiyakal yaqin degan. O'lim kelguncha ibodatdan to'xtamang degani bu. Tasavvuf davosini qilgan ba'zi guruhlar chiqqan qadimda. Biz degan Allohga yaqin bo'lib qoldik, ha? Demak ibodatlar soqit bizdan degan. Natijaga erishdik degan. Bu natija adashtirmaydi, biz natijaga erishganmiz deyapti. Hali natijaga bor Zufar Shoh Salimov, hali o'lim imtihoni bor, qabr imtihoni bor, qayta tirilganda mahshardagi vuquf imtihonlari bor, hisob kitob, mezon, tarozi bor, sirot bor. Undan o'tgandan keyin natijani ayta olamiz biz. Mana meni kitobimga qaralaring, 10 qo'limdan berdi deb, ana o'shanda natijani ko'rsata olamiz. Xo'p, qisqaroq gapirmoqchi edim, nima? Cho'zilyapti. Xo'p. Demak, nasiyaga sekret sotib olib, qarz bo'lib qolganlar shu qarzni to'lashlari majbur emas. Siz qarz emassiz. Agar ma'lum bir foizini to'lagan bo'lsangiz, pulni qaytib olishlikka haqqingiz bor. Chunki bu botil qimor shartnomasi. Xo'p, demak turli sektorlardan ogoh bo'lamiz. Oxirgi xulosamiz Zufarjon Shoh Salimov unga qarshi chiqqanlarning dalillari yo'q debdi. Dalillarni keltiramiz. Olgan oladi, olmagan bu sektorda bemalol qolaveradi. Biz faqat ogohlantirib kelyapmiz shu kungacha. Bu gapni nima uchun yozib qo'ydim? Zufarjon Shoh Salimov dalil yo'q deganda xuddi mana Bahrom Bakirovga o'xshab berkinib olib, o'ziga ergashganlarga ya'ni xulos, ya'ni kifoya qilib, o'shalar menga yetadi, menga ergashganlar, ya'ni qo'pol qilib aytganda, men sog'ib sigir qilib sog'ib yurganlarim yetadi menga. Qolganlar shart emas, shularni asrab qolsam bo'ldi degan harakatdagi odam. Agar bu odam, mana biz auditoriyamizni qarang, katta ko'pchilik bizni eshityapti. Agar bu o'zini haq yo'lda ekanligini bilganda chiqardi jonli muloqotga. Qilayotgan ishlarini shariatga muvofiqligini ko'rsatib berardi. Bizning auditoriya ham eshitardi uni. Va to'g'ri ekan shu Zufarjon Shoh Salimov deb bizdan mana hozir 1050 dan oshiq odam kuzatyapti. O'tardi uni fikrlarini eshitishga. Nimaga yuzma-yuz bahsga xavotir qiladi, qo'rqadi? Yuzma-yuz bahsdan qochadi, chunki ilmiy asosi yo'q. Unga ergashayotgan johillarni qo'y qilib ergashtirib yuribdi. Meni ma'zur ko'rasizlar, men sizlarni qo'y demoqchi emasman. U shunaqa deyapti: qo'ysizlar sizlar. Menga ergashganlar sher yuraklar deyapti. Qisqaroq shu do'stlar, agar o'sha Zufarjon Shoh Salimovga ergashib yurgan odamlar bo'lsa, savollari bo'lsa, qo'l ko'tarishlari mumkin. Ozgina savol-javob qilishimiz mumkin. Faqat isminglarning o'rniga o'sha savol borligini, nima mavzuda savol borligini aytsanglar, ochamiz. Qisqaroq shu do'stlar, bugungi suhbatimizni shu joyda yakunlaymiz. Savol-javob rukuniga ozgina e'tibor beramiz. Barchalarga tashakkur. Xo'p, kimda savol bor? Savollar yo'q shekilli. Ustozga juda muhim savol. Mavzuga aloqador bo'lsa, berasiz. Bo'lmasa, bu suhbatda boshqa mavzuni aralashtirmaymiz.
Qo'l ko'tarish ham yo'q, savollarim yo'q, menga ko'rinmayaptimi? Ustoz ko'rinmayapti o'zi ko'pchilik. Faqatgina ozgina odam ko'rinib turibdi. Telegramda muammo bo'lyapti shekilli. Shunday. Ma'qul bo'lmasa to'xtatamiz shu joyda. Savol javoblar bo'lsa izohlarda yozasizlar. Biz hozir bu suhbatni qo'yamiz. Qisqaroq keltirdik. Batafsil yana aytish mumkin, lekin aqli raso odamlarga iymon e'tiqodi sog'lom, insofi hali yo'qolmagan odamlarga yetadi, kifoya qiladi. Shar'iy asoslarga ko'ra Zufarjon Shosalimov tariqat peshvosi emas, sekta a'zosi, sektanti bo'lib chiqyapti. Chunki hamma narsani pulga taqayapti, aylantirib ham, o'rgiltirib ham pulga taqayapti. Va oqibatda shu pul to'laganlar hidoyatda, to'lamaganlar zalolatda bo'lib chiqyapti. Shu ma'noda unga ergashishlik shariatga zid hisoblanadi. Alloh taolo barchamizni hidoyatdan o'zi ayirmasin. Subhanakallohumma va bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta va nastaghfiruk va natubu ilayk. Va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.